Sharq Turkistonning Xotan viloyati Lopnaysi Sambul yezisida Uyg'ur kadr Ablekim Tursun bilan xizmatdoshi Muhammad Aziz To'xtining qo'lga ilinib 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. Aloqador kishilarning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, Ablekim Tursun bilan Muhammad Aziz To'xti 2015-yili boshlangan qonunsiz kitoblarni yig'ilish harakati jarayonida uydagi hajiga aloqador kitoblarni qonunsiz deb qaramaganligi sababli partiyaning ko'zini bo'yash va diniy oshqunlik bilan ayblanib qo'lga ilingan necha yil o'tganligiga qaramasdan jazoga hukm qilinib Keriya turmasiga qamalgan. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bilan Ko'k Hilal insoniy yordam jamiyati Turkiyaning Elazığ shahrida hol so'rash ziyoratida bo'ldi. Ularning bayonotida aytilishicha, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati Ko'k Hilal insoniy yordam jamiyati Sharq Turkiston media jamiyati mas'ullaridan tashkil topgan bir o'mak juma kuni yer tavirgan Elazığda ziyoratda bo'lgan. Ma'rif jamiyatining bosh kotibi Abdulhamid Abdurahman ofatga uchirgan turk xalqining yenida ekanligini bildirdi. U Elazığda Uyg'ur polosi etganligi va ofatga uchirganlarga taqatqanligini bildirib, Elazığdagi yer tavrashda qarindoshlarimizning qiyin kunlarda yenida bo'lish, azoblarini tang tortishib berish uchun bu yerga keldik. Bu qiyin kunlarda bu yerda bo'lish bizning qarindoshlik burchimizdir dedi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan yangi tiplik tojisimon virus hujumi davomlashmoqda. Beyjingda bu virus sababli bir kishining o'lganligi bildirildi. Buning bilan o'lganlar soni 82 ga, yuqumlanganlar soni 2844 ga yetdi. Xitoyda bir SARS kasali mutaxassisi koronavirus kasalliklarining soni bu haftada yuqori chekka chiqishi mumkin deb ogohlantirdi. Kambodjada tunji koronavirus kasali bayqaldi. Bunun bilan Xitoy sirtida bu xil kasallik ko'rilgan davlatlar 15 ga yetdi. Shuning bilan birga Hong Kong, Malayziya va Mongoliya chegaralarini taqadi. Rossiya Ural Aviasiya shirkati Xitoyning Xaynan oralig'i aeroplan safarlarini to'xtatish qarori chiqardi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter orqali bayonot e'lon qilib, bu xil kasallikning Amerikada bek oson ekanligini va vaziyatni yaqindan kuzatayotganligini bildirdi. Trump yana bayonotida Xitoy bilan bu virus haqida yaqin aloqada bo'layotimiz, Xitoyga va rais Shiga zarur bo'lgan har turli yordamni tavsiya qildik dedi. Shuning bilan birga bu virusning markazi bo'lgan Wuhan shahrining Qanko rayonida ommaviy taratqular orqali xalqqa xitob qilgan bir doktor hozirga qadar Wuhanda 90 mingdan ortiq kishining o'lganligini aytdi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Türkiye fuqarolarini majburiy bo'lmagan ahvol ostida Xitoyga bormaslikni tavsiya qildi. Ministrlik e'lon qilgan bayonotda Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida o'pka yallig'iga sabab bo'lgan yangi koronavirusining davlat miqyosida tahdid shakllantirgudek saviyaga yetganligi ta'kidlandi. Bu virus bilan yuqumlanuvchilar sonining oshayotganligini tilga olgan bayonotda vatandoshlarimizni zarur bo'lmagan ahvolda Xitoyga sayohat qilmaslikni, Xitoyga borgan taqdirda Xubey o'lkasi boshchiligida virus tarqalishi og'ir bo'lgan joylarga bormaslikni alohida tavsiya qilamiz deyildi. Shuning bilan birga Angliyaning fuqarolarini Wuhan shahridan olib ketish uchun aloqada bo'layotganligi qayd qilindi. Afg'onistonning G'azani shahrida tushgan aeroplanning Amerika havo armiyasiga tava ekanligi bildirildi. Amerika havo armiyasi bayonotchisi Sunni Lagit Twitter hisobida voqea haqida bayonot e'lon qildi. U tushib ketgan aeroplanning Amerika armiyasining Afg'onistonda kuzatish ilib berish uchun ishlatgan bombardimonchi F-11A tipli aeroplan ekanligini bildirdi. U aeroplanning tushib ketish sababi tekshirilmoqda. Hozircha aeroplanning etib tushirilganligiga doir bir alomat yo'q. Talibanning boshqa bir aeroplanning tushganligi haqidagi so'zlari to'g'ri emas dedi. Taliban bayonotchisi Zibibullah Mujahid Amerikaga tava bir aeroplanning Taliban tarafidan tushirilganligini va aeroplandagi barliq CIA xodimlarining o'lganligini bildirgan edi.